eng og'ir gunoh. Kuz kirganini qishloq bolasining qo'lidan bilsa bo'ladi. Yong'oq hali paqqa bo'lib ajralmasdan turib, daraxtga tarmashib ketamiz. Xom yong'oqning po'stini tozalash oson emas. G'adir-g'udur g'isht topib, ishqalayverasiz. Oxiri sap-sariq yong'oq ajralib chiqadi. Ammo qo'lingiz ham xina qo'ygandek sarg'ayib ketadi. Loy bilan 1000 marta ishqalab yuvsangiz ham foydasi yo'q. Pishmagan yong'oqning bitta yaxshi tomoni bor. Og'ir bo'ladi. Uchi bilan dum tomonini yaxshilab ishqalab yog'lasangiz, zoldirdek sip-silliq soqqaga aylanadi. Ana undan keyin soqqa-quvar o'ynayverasiz. Soqqa qancha kichkina bo'lsa, shuncha yaxshi. Manaman degan yong'oqqa dars etib uriladi-yu, o'ziga uncha-muncha yong'oq tegmaydi. Tuproq orasiga yashirinib yotaveradi. O'yin-ku o'z yo'liga. Yong'oqning yana bir fazilati bor. Qorinni to'q tutadi. 4 tasini yeb olsangiz, yarim kun kekirib yurasiz. Endi o'ylab qarasam, o'sha urush endi tugab, og'irchilikning zahri ketmagan yillarda yaxshiyam meva-cheva bo'lgan ekan. Odamlarning joniga shu oro kirgan ekanda. Erta ko'klamda sumalak, ketidan ismaloq, keyin qarabsizki, tut pishadi. Ermon buvaning tuti. Mayiz deysizmi, shinni deysizmi, hammasi tutdan bo'ladi. Bundan keyin olma, uzum, kuzda yong'oq, ham ovqat, ham o'yin. Bir kuni Xo'ja, Toy, Vali to'rtovlashib rosa soqqa-quvar o'ynadik. Jimitdekkina soqqam bilan bir do'ppi yong'oqni yutib oldim. O'yinga jo'raboshimiz ham aralashgan edi. Uyam bir cho'ntak yong'og'idan ayrildi. Kechqurun og'zim qulog'imga yetgudek bo'lib, bir do'ppi yong'oq ko'tarib keldim. Qarasam, oshxona tomondan gup-gup etgan tovush kelyapti. Oyim o'g'irda tolqon qilyapti. Nima uchundir onam tez-tez tolqon qilardi. Sababini keyin tushunganman. Non ko'pligi uchun emas, kamligi uchun tolqon qilisharkan. Tolqon to'yimli bo'ladi. 2 qoshiq yeb, ustidan olma choy ichsangiz, darrov nafsingiz qonadi. Yong'oqni ko'tarib oshxonaga kirdim-u, do'ppini uzatdim. "Qayoqdan olding?" dedi oyim ko'zimga tikilib. Yutdim, "Mang, tolqonga soling." Bilaman. Yong'oqli tolqonning ta'mi boshqacha bo'ladi. Yog' mazasi kelib turadi. Onam do'ppi to'la yong'oqni qo'limdan olib yelkamga qoqdi. "Bor, sabr qilib turgin, hozir yong'oq tolqon qilib beraman." Supadagi xontaxta oldiga borib o'tirdim. Dasturxonda to'nkarib qo'yilgan 2 ta piyola bilan choynakdan bo'lak narsa yo'q. Zum o'tmay oyim boyagi tovoqda tolqon ko'tarib keldi. Bir qoshiq tolqon yeyishim bilan to'satdan soqqam esimga tushib qoldi. Bu cho'ntagimni qarayman, yo'q. Bu cho'ntagimni qarayman, yo'q. "Nima bo'ldi?" dedi oyim tipirchilayotganimni ko'rib. "Soqqam qani?" "Qanaqa soqqa?" "Yutadigan soqqam." Birdan ko'nglimga g'uluv tushdi. Oyim soqqamni ham qo'shib chaqib qo'ygan bo'lsa-ya, og'zimda tolqon bilan oshxonaga yurdim. Bir chekkada yarimta g'isht, yonida tesha yotibdi. Po'choqlar orasini titkilab, yutadigan soqqamning yaltiroq po'chog'ini topdim. Alamimdan chinqirib yubordim. "Soqqamni nima qilib qo'ydingiz?" Supa tomondan onamning ovozi keldi. "Nima bo'pti? Nima qildingiz?" dedim alam bilan. "Soqqamni nima qilib qo'ydingiz?" Oyim sekin tepamga keldi. "Mana", dedim po'choqni ko'rsatib. "Soqqamni chaqib qo'yibsiz-ku." Oyim negadir kuldi. "Qayoqdan bilaman? Qo'y bolam, akang boshqasini topib berar." Oyimning kulishi battar alam qildi. Kerakmas, dedim oyog'imni tipirlatib. "Yutadigan soqqam edi." Oyim boshimni siladi. "Bilaman-da, bilmabman-da o'g'lim."
o'zing do'ppisi bilan berding, yur choyingni ich. U qo'limdan tutib yana supaga olib chiqdi. Oldimga talqonli tovoqni surib qo'ydi. O'tir, ovqatlanib ol. Qorning ochib ketdi-ku. Tovoqni nari surdim. Yemayman. Oyim tovoqni yana men tomonga surdi. Ol bolam, shirin bo'pti. Kerakmas, kerakmas. Tovoqni qo'lim bilan bir urgan edim. Uchib avval supaga, undan yerga tushdi. Tolqon yer bilan bitta bo'lib sochildi-da, tuproqqa qorishib ketdi. Birdan oyimning ko'zida g'azab chaqnadi. Shapalog'ini yozib quloq chakkamga yaqin keltirdi. Qo'rquvdan ko'zimni yumib oldim. Yo'q, urmadi. Biroq labi titrab pichirladi. Non-ku bu, ahmoq. Gunoh bo'ladi-ku. U sekin yerga tushdi. Sochilgan tolqonni kafti bilan sidirgan edi, tuproq aralashib chiqdi. Onam boshini ko'tarib menga qaradi. Ko'zlarida alam, ta'na bor edi. Bir pasdan keyin opam, akalarim dasturxon atrofida yig'ilishdi. Har bittasiga yarim qoshiqdan tolqon yo tegdi, yo tegmadi. Keyin dadam keldi. Oyim oshxonadan bug'i chiqib turgan bir lagan lavlagi ko'tarib chiqdi. Lavlagi shirin narsa-yu, har kuni yegandan keyin jonga tegadi. Bari bir non emas. Tolqon qilmadingmi? Dedi dadam bir bo'lak lavlagini puf-puflab yer ekan. Qo'rquv ichida oyimga qaradim. Qiluvdim, dedi u sekin. Qolmadimi? O'g'ri o'lgur ag'darilib ketdi, dedi onam aybdor ohangda. Nima? Dadam lavlagi bo'lagini qo'lida tutgancha jahl bilan onamga qaradi. To'kilib ketdi, dedi oyim boshini quyi solib. Padaringga la'nat, dedi dadam sekin ammo tahdidli ohangda. Kap-katta xotin uvol qilib o'tirsang, bilib qo'y, non ko'r qiladi seni. U shaxt bilan o'rnidan turdi-da, bir hatlab supadan tushdi. Tez-tez yurib ko'chaga chiqib ketdi. Men oyimga qaradim. U bo'lsa hamon bosh ko'tarmay o'tirar, ko'zlarida iztirob bor edi.